شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان يا حبيب رمضان الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Hürmetli cemaatlerimiz, Cenab-ı Rabbimiz Celle ve Ala bugün her birleri bilen bu ulu makanda alahide keçelerde uçuruşku nasibidar kıptı. Rabbimiz Celle ve Ala'ya çeksiz medhiyeler olsun. Bu Sapa köyünün ki muşundaq bir ilgarçılık, alahidelik şuken ki bana hazır 10 rekat namaz tüküdü, yani cemaat cimcit olturdu. Zeytinburnu'ndaki cemaatlerimiz biraz horunmu ki 10 rekat tüküdü aman cemaatinin yerimi yok hem de. Deslepti patmaydı o meçitke, şu namaz turuştun burun meçit sığmay, vay yakın turağını aldığı turağını deyimiz, şu namaz 8 rekat 10 rekat oğan dikil cemaat yok attıdı. Her birileri bana ait ondan. Əslində bizə yarışdığını muşu. Olapmı bizdək muşundağı dətmən taqdımı iğir vəzifimiz bolğan məsuliyyət iğiləri üçün muşundaq vaxtlarda, muşu bir ayda muşundaq çın turuş əslində ayeti mühim. Bugünkü bu tema biraz menin həddimdən aşıdığan çoğun bir tema. Çünkü bu sabıtta mollam Rahimahullah'ni düşendiriş üçün əslində neçilğan kitap oluşu mümkün. Şunda olsun qısqağını biz her birileri bilen bir ortaqlış ötümüz. Raval İmam Ahmed ve ashabu sunan an Abi Derda'i radiyallahu anhu ennehu qal. Qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innel ulema'a varasatul enbiya. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Şimdi İmam Ahmed ve Ashab-ı Sunan kitaplarda keltürgen bir hadis. Abi Derda radıyallahu anhu şundaqtaydı. Abi Derda radıyallahu anhu'dan rivayet kılıngan hadiste bu kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şundaqtaydı. Ölüm ağla peygamberlerinin mirasçılarıdır. Ölüm ağla peygamberlerinin mirasçılarıdır. Peygamberler altın kümüş tengitilla miras kaldığımıdır. Peygamberler ilimni miras kaldığıdır. Kim ki bu ilimni alsa peygamberinin toluq varisi boludu deb şundaqdaydı. Hem bu hadiste ulema, ehli ilim, ustaz degan bu atalğının ne kadar muhim, ne kadar şereflik bir mertebe ekanligini bilimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e varis boluş, Resulullah'ның mirasçısı boluş degan bu nayeti çoğun gep. Bir katlı bir bayının oğlu olsa, ya ki hazır muşu zamanda mı şunda katlı bir çoğun bir kişinin ki bütün halk hürmet kıldıgan katlı bir kişinin oğlu balısı olsa, şu kişiye valahide palanının balısı dep bir hürmet bilen karılı demde. O adam özünü bir katlı his kılışı mümkün, izzet his kılışı mümkün. Men palanının varisi, palanının balısı dep. Hem de bu ustaz, ehli ilim, Damullam degan bu kişiler kimning varisi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin varisi. Hem de bu ilim, yani el-ilmu, ilim degan bu mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanından başlap bu şundaq sap adamlarga nisb bo'lgan. Ustozlar deydi, eğer
Haramdan bo'lgan odam ahli ilm bo'lmaydi. Agar ahli ilm bo'lib qolsa, axloqsiz, pishnoxo'r ahli ilm bo'lib qoladi. Xalqning ichiga pishni teradigan, urushchidan shunday o'zi bir xapilik deb beradigan. Ya'ni bu ahli ilm bo'lish uchun 7 ecdadidan boshlab zina zalolatdan xoli bo'lgan. Pak analarımız şundaq, dadılarımız şundaq. Muşundaq adamlarning farzandlariga Rabbimiz Jalla ve Ala bu ilim hikmetini ata qiladi ki, bular bu ilimga erishgandan keyin hayoti bo'yicha shu ilimga hurmat qiladi, shu ilimni Allohning qullariga yetkazadi, shu ilimning taqozosi bo'yicha yashaydi. Shu ilim nimani talab qilsa shu shaklda yashaydi. Mana mushu yashagan shaxsiyatlardan bizning millatimizdan bo'lgan bir muhtaram ustozni bugun qisqacha tanishib o'tamiz. Buning hammalarning ismini bilamiz, ammo bugünkidek shundaq bir ulug' paytda masjidda, mihrobda bu kishiningki ismining tilga ilinishi, jamoatlarning bu kishining ahvolini bilishi bu nihoyat muhim. Bu Sabit Damollam, hammamiz bilamiz, davlat otimiz deb e'tirof qilamiz. Dadasining ismi Abdul Baqi degan kishi, tug'ilgan yeri Atush. Tug'ilgan vaqti 1883-yili. Vafot bo'lgan yeri Urumchi Shingsayning turmisi. Vafot bo'lgan yeri Urumchi turmisi. Vafot bo'lgan vaqti 1941-yili. Milleti Uyg'ur, ya'ni biz bilan bir millatdan. Ilmiy unvoni Damulla. Bu Damulla degan bu masala aslida shu davrlardan kelgan ilmiy bir unvon hisoblanadi. Bu kishiningki yozgan asarlari, cho'ng asarlari Shirin kalam, shuningdek bir nechiligan yozma asarlari bor. Yashash, ya'ni bu kishiningki umri 58 yil umr ko'rgan bu zot. Ya'ni 58 yil yashagan. Sabit Damollam 1883-yil Atishning Azaq kentida dunyoga kelgan. Başlangıç mektep dini ilim tahsilatını şu yerda çoğun elma xunum deydigan bir zat tilga ilinadi. Bu Sabit Damollamning ustozi. Belki şu elma xunum şu jutda ikki bo'lsa kerak. Birisi çoğun elma xunum, yani birisi kichik elma xunum bo'lsa kerak. Bu kishining ustozi çoğun elma xunum degan şu atalg'i bilan tilga ilinadi tarixlarda. Hem de bu kişi bu Atuş'taki özünün jutidagi ahli ilimlerden, ustozlardan ilim nap bo'lgandan keyin xonliq madrasa deydigan Uyg'ur millatininki bir faxr bilan til oladigan, tilimizga oladigan, eslaydigan bir o'rnimiz bor, xonliq madrasa. Bizning shu Sharqiy Turkiston diyorining musulmon holatda qab qilishimizga shu xonliq madrasa nihoyat cho'ng sabab hamda. Şununla biz xonliq madrasadagi barliq xizmat qilgan fidokor ustozlarga bugungi bu sorunda Rabbimiz Jalla ve Ala'dan alohida rahmat tilaymiz. Ularning maqomini Rabbimiz Jalla ve Ala Jannatul Firdavsda qilgay. Amin. 1910-yili Sabit Damollam Buxoroga o'qishga berib, 1914-yili damolluluk unvoni bilan qaytdi. Yani 4 yıl şu yerda alohida bilim egallaydi. Xonliq madrasada ilmni xatmi qilib bo'lib, ya'ni shu xonliq madrasada o'gitadigan ilmiy unvonni hammani olib bo'lib, undan keyin Buxoroga berib bu yerda o'qib, damolluluk unvonini bu yerda ilib qaytdi. Qaytgan vaqtida G'oljiga kelib, G'oljininki shu Suydong deydigan bir jutda bir mezgil şu yerda turib qoladi, şu yerda bir o'ylik o'choqliq bo'ladi. Bir mezgil şu zamonninki shart sharoitiga asosan şu yerda bir mezgil turib qoladi endi. Keyin o'zi o'qigan xonliq madrasaga kelib, Abduqodir Damollam hazratlari bilan birlikda va boshqa o'zininki sabdoshlari bilan xonliq madrasada ustozlik qiladi. Ustozlik qilish bilan birlikda kunduzlari normal dars versa, darsdan sirt davamlıq milletini terbiyeleşki tirişidi, teşkilleşki tirişidi, xurapatlıqqa, zulümga, şu vaqtidagi mushundaq haddidan aşqan şu zulüm, şu devrildi bakan, hem şu zulümni qanday qilsak berbat qilamiz, qanday qilsak bu zulümni ep tashlab etib, bunun o'rniga bir haqqani,
bir Allah'ның adaletini namoyanda qiladigan bir davlat qurg'uladi degan mush ideya bo'yicha kishilarni davomli kechar kunduz mush tarbiya bilan tarbiyalaydi. Endi bu xizmat bir mezgil davomlashgandan keyin 1924-yili Abduqodir Damollam suiqasdga uchraydi. Buni tarix kitoblarida o'qiymiz. Buni men har birligini qisqacha bir shaklda ifodalayman. Buni hammamiz bilamiz. 1924-yil Abduqodir Damollam suiqasdga uchraydi, ya'ni o'ldirildi. Abduqodir Damollam o'ldirilgandan keyingi ikkinchi cho'ng nishon Sobit Damollam bo'ldi hamda. Ya'ni suiqasd qiladigan xoinlarning badbaxt mal'un insonlarning ko'zi Sobit Damollamga tikildi. Chunki Sobit Damollam Abduqodir Damollamdan yosh jihatda 20 yosh yoki 21 yosh kichiklikka bayon qilinadi. Abduqodir Damollamdan 20 yosh atrofida kichik, o'zi noyda zeki, kishan bir shaxsiyat bo'lganlikdan düşman her vaqt bu Sobit Damollamni o'ldirib etish ko'ydi bo'ladi. Bu Sobit Damollamni buni biroz his qilib, yani qaytadan, yani o'zininki atishda tug'ildi, Qashqarda o'qidi, xizmat qildi, shu makonda xotirjam turolmaganlik sababidan qaytadan G'o'ljiga ketdi. G'o'ljiga ketib bu yerda shu G'o'lji shaharininki Dang masjid deyildi ekan, belki talaffuzda yoziliq xatolik bo'lsa, G'o'ljilik qarindoshlardan afu so'raymiz. Dang masjid deydigan bir cho'ng jamiyada shu yerda 3 yil Qur'oni Karimni og'zaki holatda tafsir qilib, butun jamoatni shu yerda tarbiyalab shundoq turdi. Şu vaqtda Gomindan varmı ya Konsendan varmı şu zamanlar? 1924-yil bilan 26-27-yildagi tarixlarında. Bu Gumsendan 1949-yil keldi ya bizningki vatanni ishg'ol qilib olishga. Lekin shu zulmning har turlari shu vaqtda bor. Hem de G'o'ljida turish jarayonida bu Sobit Damollamninki yozgan asarlaridan islom qonuni deydigan bir qonunni yozib chiqdi. Qalbida o't bor bir shaxsiyat, o'zi katta olim, til jihatdan nihoyat mahir, qalami kuchli islom qonuni. Nima uchun islom qonunini yozib chiqdi? Bu kishininki qalbida Allah'ның diniga mos keladigan, yani Allah'ның dinini asos qiladigan bir davlat qurish plani var. Shuningga asosan islom qonuni deydigan bir asarni yozib chiqdi. Undan keyin Alfiya deydigan bir nahviy kitobimiz bor. Buni ahli ilmli ustozlar, talibul ilmli yaxshi bilamiz. Alfiya deydigan kitob nihoyatda o'zi qiyin bo'lgan. Shu Alfiyani yaxshi o'qimagan talib toza obdan ahli ilm bo'lolmaydi hamda, ahli ilmdachilikda. Bu Alfiyaga sharhi yozib chiqdi. Bu kitobning o'zimi bir mushkil qiyin kitob. Shu kitobga arabcha sharhi yozib chiqdi. Buningdan nimani tushunamiz deganda, mushundaq alfidek, mushundaq arablarningki universitet bitganda yoki o'zi magistrlik saviyasiga to'g'ri keladigan yo doktorlik saviyasiga to'g'ri keladigan shu grammatika kitobiga arabcha sharhi yozaligidek ilmiy saviyaga ega bir olim ekanligini, ya'ni ilmdimi shu qadar chunqur bir olim ekanligini buni bu yerda tonib yetamiz. Shuningdek aqoida javhariya, bu aqida masalasini aytib muhim bo'lganlikdan bu yerda Sobit Damollam bu aqoida javhariya, shuningdek bayon ahli sunna degan bu kitoblarni yozib chiqdi. Bu Sobit Damollamninki shundoq mayli o'zimizninki tilimiz bo'lsin, shu vaqtdagi mayli arab tili bo'lsin, mayli faris tili bo'lsin, tilga bek mükemmel bo'lib, odatda gap qilsa, ba'zi vaqtida nasriy shakllik bizga o'xshash gap qilsa, ba'zi vaqtida deydigan gaplarini she'r bilan ifodalaydi ekanda. Ayında tilga bek nihoyat pishiq, yaxshi o'qigan zot bo'lganlikdan she'r bilan shundoq ba'zi gap so'zlarni ifodalaydigan shundoq bir saviya bor ekan. Endi bu Damollam G'o'ljidagi bu turayotgan ahvoldan bu qalbidagi bir o't xotirjam qilmaydi hamda. Bu kishi Saudiya Arabistonga haj maqsadi bilan bordi. Shundaqla Saudiya Arabistonni Misr, Turkiya, Hindiston qatorliq davlatlarda tekshirish olib bordi. Biz yashayotgan Turkiyaga kelib ekan bu kishi. Davlat qanday quriladi? Qanday boshqarilyapti bu davlatlar? Qanday qilsak bizmi bu davlat qura olamiz degan bu mazmunlarda 4 davlatda alohida tadqiqot elib, tekshirib, bularning siyosati, bularning siyosiy yo'llari, ulamolari, ustozlari
bular bilan ko'rishib fikir almashtirdi. Tamamlan 1932 yılı 12 ayda Qağılıq arqılıq Xotenge yetib bardı. Hem de Xotenge yetib berişideki maksat bu Xoten qırındaşlar tarixten buyan din diyanetten ait çın muşundaq bir namuğa bir xalq hemde. Şununla bir gap var. Xoten xalqı İslam'a kirdiği vaqtida misal keyinroq kiribdikan. İslamda çın turdu deydigan bir bizde bir gap var. Xoten xalqının muşunaq alaylık. Mana muşu cemaatlarının vallahu alem köpüncüsü Xotenlik oluş mümkün. Xotenning adamları muşundaq. Bizning Zeytun burunda muşundaq. Xotenning cemaatleri bunda deganlik başqa yurtning aciz deganlik emas. Hamma yurtda muşundaq ahli fazilat var. Amma dinde çın turuş meselesinde, ibadette, qurbanlık berişte, fidakarlıkta muşundaq şu vaqtidimi şundaq bo'lsa kerak. Sabit Tamullan bu yerda Xotenge verib Muhammed Emin Buğra Hazretimninki Muhammed Emin Buğra Hazretim şu mezgilde bir teşkilat kurgan ekan. Bu teşkilatni şu vaqtidimi maxfiy teşkilat deb ifodalaydi. 130 nefer teşkilat a'zolari bilan birlikte bir yig'in qitildi. Sabit Tamullan Hazretleri. Şu yig'in qitilib şu vaqtda Muhammed Emin Buğra Hazretim şu meclisde bor. Yig'in qitilib bu yerda hammaylar hamda normal yig'inni bilamiz hamda. Bu yig'in nima yig'in jamoat deb aqliq ana. Şu turvatqan holatda qandaq qilsak mu Sharqiy Turkistonda bir davlat quramiz deganni shuni muzokara qildi. Shundami shunda emas. Baka gap yo'q u yerda. Şu yig'in qitildi. Yig'in qitilib bu yerda Sabit Tamullan Hazretlarininki o'ttirib qo'ygan bir fikr var. Bu fikr mush hozirmi xuddi sil bizga o'xshash, doriga o'xshash keladi hamda. Sabit Tamullan bu yerda o'ttirib qo'ygan fikr shu. O'ziga so'zni aytib kelgan vaqtida fikr bir necha davlatlarning aylanish jarayonida nurg'unlagan siyosiyonlar bilan, siyosatchilar bilan, ustoz katta zotlar bilan, davlat arboblar bilan ko'rishdim, fikr almashtirdim. Shuni his qildimki, bizning inqilobimizga chet eldagi hech qanday bir yerdan, mayli qo'shni davlatlar, mayli jiroqli davlatlar olsun bir yerdan yordam berolmaydi ekan. Yordam bermaydi ekan. Bu narsa hammamizning qalbimizda aniq bo'lish kerak ekan degan bu fikrni buni o'tirib qo'ydi. Sabit Tamullan. Hamda hozirmi hili yordam berdigandek ketyapmiz-ku hamda. Hili bo'lib qoladigandek. Allah nima deydi? "Va man nasru illa min indillahil azizil hakim." Nusrat azizil hakim bo'lgan Allah tarafdan keladi. Allah tarafdan keladi. Shunga e'tiqod pek muhim jamoat makalla yurak joyida bo'lmaydi. Ketib iziqib ketsak bo'lmaydi. Nusratni Allohdan tilaymiz. Sebep meselesi de bazı vaqtlarda hem de insançılıkta "Vav yordam qilami, mav yordam qilami" deb ig'zimizning uchida deyishimiz mumkin. Ammo qalbimizda yordam faqat Allohdan keladi. Sabit Tamullan bu narsani deydi. İkinci mesele bu yerda o'tirda muzokara qilingan masala, anda qanday qilamiz degan masalalar o'tirg'i tushdi. Bu yerda Sabit Tamullanning taklifi bu yerda biz inqilobni boshlaylik. Inqilobning boshlanish markazi Xotenda bo'lsin deydi. Bunun nimani ko'rib olamiz? Xoten şu vaqtdagi inqilobni boshlashga sharoit jihati bir qadar yaxshi o'rin ekanligini bu tarixiy ahvoldan ko'ngil oladi. Buni hozir men meyada mandali davagan mazmun emas. Bu mushu o'ttirida yozilgan kitob, mushu mazmunlardagi ilmiy asar, buning dalil isbotlari bor gap so'zlar. İnqilobni Xotendan boshlasak eng muvofiq bo'ladi degan bu fikrni Sabit Tamullan rahimahulloh buni o'ttirdi qo'ydi. Shuning bilan bu jarayon shunday bo'ladi, bu tashkillanishlar, bu maslahatlar, inqiloblar shunday bo'ladi. Endi afsunarlik shuki, shu vaqtidami shunday jonga amroq şu vaqtdagi zolimlarga tarafdor bo'ladigan shunday ba'zi ahli ilmlar bor ekanda, hamda shunday ahli ilmlardan ba'zilari shu vaqtda davomli so'q suv sepib yaqilolmaydi deb bu cho'ng ahli ilmlar matarafga ta'sib olib mayonga tortib shunday har xil ahvollar shu davrildimi shunday bo'lgan ekan hamda. Shuning bilan shunday termishib shunday qilish jarayonida 1933 yılı 11. ayının 12. günüsü Qashqar şehrinde Könçü mahallesi deyilgan bir mahalledeki çoğun bir meydanda resmi devletinin kurganlığı
va davlatni qurib bayroq chiqarganligi to'g'risida bu yerda davlat tarixida shunday yozildi. Ya'ni 1933-yili 11-oyning 12-kunisi rasmiy bayroqni chiqarib dag'dug'liq holatda davlat qurildi. Hozirgi Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati deb biz xotirlayotgan davlatning tug'ilishi, paydo bo'lishi mana bu yerga bog'lanadi. Bu davlatni Sabit Tamullam rahimahulloh gerçi öz ismi biraz oldi planda bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Sabit Tamullam bilan kecharmi kunduz mo'rni terab xizmat qilayotgan ustozlar, qari Qur'onlar, boylar, mujohidlar, aql fikr egalari albatta bor. Bular shundaq birlashib turib, cho'ng badallar bilan, nihoyat katta aql farosatlar bilan davlatni qurib chiqdi. Mana bu Uyg'ur qarindoshlar. Qachon bo'libdi bu? 1933-yili. Bir 100 yil bo'lib ketgani yo'q-da. Shuningga biz endi ba'zi vaqtlarda bizning qo'limizda ish kelmaydi ekan. Biz mushundaq millatkanmiz, bu deb ba'zi vaqtlarda bek umidsizlanib ketishga bo'lmaydi. Bizning mushundaq odamlar chiqqan endi tarixda. Yana bo'lgan ish yana bo'lib qoladi degan bir gap bor-ku bizda. Yana bo'lamdi bo'lmam jamoat. Endi damollamni Shingsay deydigan mal'un nayet hiligar endi Xitoyninki shundaq bizning vatanga övatgan Xitoyninki shundaq hiligar mal'unlar nayet hiligar saqtipaz shayton shundaq mal'unlar bizning shu vatanga tarixdan bu yan musallat bo'lib turug'liq endi jin choplashib olgan kasal ba'zi vaqtlarda saqayib qoladi ekan. Amma bu mal'un Xitoyning jini shundaq yomon jinkenki yo duo o'qisak ketmadi. Buni endi shu 70 yerdan bijtirab qilmoqchilik bu ketmaydi ekan-da bu endi. Shundaq bir xilqi pasandi jinken bu endi. Shu choplashib olgan choplashib bo'lib hozirgachilik choplashib turdi-ku endi. Tiqimi choplashimi deydi endi. Endi bu Shingsay bu yerda damollamni ba'zi bir qism oq ko'ngil sodda inqilobchilarimizning qo'li orqali tutdi, shug'ishtirdi, turmida qatl qildi. Mana bu bizga ig'ir keladigan shu qarindoshlar. Dushman bir inqilobchini, bir mujohidni, bir erbobni düşmanning o'ltirib etishi hayron qolarlik emas, sharaf. Ammo bu yerda eng afsuslanarligi shuki, o'zimizni o'zimiz orqali o'ltirish. O'zimizni o'zimizga selish. Bu nayet afsuslanarlik bizning qattiq ishimizni pushtiradigan masala. Bu shaxsiyatlar yomon niyatli modisi yomon niyatli emas, mujohid insonlar o'xshash inqilobchilar, o'xshash zulmga qarshi turgan, ammo bir davlat otisi bo'lgan, bir davlat qurgan. Endi mushu shaxsiyatning hozir biraqurma ilmiy ahvollarini biz bilyapmiz endi. 4 davlatni tekshirganligi, ilmiy saviyasi, yishi, ko'rgan kuni, ya'ni ko'rgan boshini o'chirgan sarguzashtlari Muşu ahvallar qarğa vaqtida bundaq bir insonning yetilishi oson emas endi. Mushundaq yetilgan bir shaxsni tonanmay, yana mushu o'zimizning odamlarimiz shuni qo'lini bog'lab opirib, nega opirib berdi? Xitoyga opirib berdi. Opirib berganlar xoinmi? Xoin emas. Nadonlik, soddilik, beparvolik. Mushu musibat bizning beshimizga nayt ig'ir haddidan tashqari ig'ir musibat bo'lag'liq. Buningdan keyin Robbimizdan so'raydiganimiz ey Alloh, ey Robbimiz bizni mandaq musibatni saqlaslar. Amin. Düşmanning qo'lida ketib qilish xatarlik emas bu qarindoshlar. Ammo mushu o'zimizning qarindoshlarimiz mushundaq bir-birimizga yomon gumanda bo'lib, bir-birimizga suiqasd qilib, bir-birimizga mushundaq halokatchilik, bir-birimizni mushundaq izzat qilish bu nayt yomon ahvol. Sabit Tamullam 1941-yili 58 yaşında Ürümçide Shingsayning turmusida olamdan o'tdi. Shuning bilan shu davlat berbat bo'ldi, davlat xarob bo'ldi. Mana biz bu davlatni yilda bir qatim xotirlab, shu ustozlarimizning, peshvolarimizning haqqida duo qilib turyapmiz. Robbimizdan tilaydiganimiz bu davlatni qaytadan ata qilg'ay bizga. Amin.
Endi bu geplarni anglagandan keyin kallamızda demek ki şu sabit tamollamdek mushundaq zatlarmı qılanmaptı ekan. Endi ma adamlar qanday qila? Ma ustozlar, ma ahlilimlar bugunkilar qanday qila deb mandaq bir kallamızga mandaq bir ümidsizlik kasib bo'lmaydi. Biz Qur'onga iymon keltirdik. Allah'ның kitabıga iymon keltirdik. Allah Qur'onda Firavun, Nemrut, Qarun, Şeddat qatarlıq zalimlarni, haddidan oshqanlarni, ilahlik davos qilganlarni tilga oldi. Bularning oqibati yaxshi bo'lmadi. Oqibat yaxshilik kimga bo'ldi? Mu'minlarga bo'ldi, musulmonlarga bo'ldi. Allah zaminni yaxshi bandalarga miros qilib berdi. Berdim bermedi? Berdi. Yaxshi bandalarga miros qilib berdi. Biz dinimizde çiң turmiz, e'tiqodimizda çiң turmiz, musulmonligimizda çiң turmiz, farzandlarimizni Allohning dinida o'qitamiz. G'afil qalblardan to'kilayotgan g'afillarcha so'zlarga ishonmaylik. Bu bizning hayotimiz, borligimiz, baxtimiz, kelarchigimiz Allohning dini bilan bo'ladi jamoat. Hazreti Yaqub aleyhisselam deydigan bir peygamberni Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizge tushundirdi. Yaqub aleyhisselamның ki bir ifadesinde وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمِ الْكَافِرُونَ. Ey ballarım, sizler ümitsizlenmeğler. Allah'ның yardımıdın sizler ümitini kesmeğler, ümitini üzmeğler. Ümitni kafir üzüdü. Kafir ümitsiz geliyordu. Biz ümit üzmeymiz. Şununla biz canlılık durumuz. Bizden ilgimiz kim o? Allah. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hazır dünya miqyasında düşmanımız oylaydı ki dört tarafta bizden kolumuz var. Telefonunu tınşap durumuz. Etrafımızda etrafında casuslarımız var. Münafıklarımız var. Hem işini bilip durumuz deydi. Onundan mı bek bildiğin Allah'ın bağlılığını hesap kılanmaydı. Onundan mı güçlük boğan Allah'ın bağlılığını bula hesap kılanmaydı. Biz ölsek mi kalbinin üstüde? Kalbi ölen ölümüz, hayat kalsak mı kalbi ölen hayat kalımız karındaşlar. Şununla biz hiçbir vakit ümitsizlenmeyimiz. Algı ilgirleş var, çekiniş yok, etikatlı susluş yok, devamlılık Allah'ın dinide çiң turmiz. Rabbimiz hemimizni şu sabit tamollamdek iradelik insanlardan boluşqa ve sabit tamollamdek şu sabit tamollamның etrafıdaki şundaq katta insanlardek bay olsak, baylıqımız bilen akıl fikirimiz küçük olsa akıl fikirimiz bilen ehli ilim bolsak özümüzün ilimimiz bilen her sahadik alayidlikimiz bilen şundaq yaxşılarning etrafıga uyuşup mustahkam minib maqsadimizga muradimizga yetishni Cenab-ı Rabbimiz Celle ve Ala bizlerge nasibidar kılsın. Ve ahiru da'vana anilhamdülillahi rabbil alamin.